Savollarga teskari javoblar 3-qism. Sizni hayotingizda bitta narsani o'zgartirish imkoni bo'lganda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Sen chakagingni o'zgartirgan bo'lardi. Meni nima deb ko'p aldaysiz? O'g'il bola gapim seni aldayman. Nima deb ko'p aldaysiz? Yo'q, men senga o'g'il bola gap yo'g'layman. Shunaqa deb aldaganim yo'q, o'g'il bola gap deysiz. Yo'q. Tulkining rangi? Oppoq. Boshda qizil ro'moli ham bor. Maqolni davom ettirishingiz kerak. O'zingni sev. Xotiningni ham sev. Vaqt orqaga qaytib qolganda eski qizingizga uylangan bo'larmidingiz yoki menga uylangan bo'larmidingiz? Umuman o'ylamagan. Ertalab ko'zingizni ochishingiz bilan meni ko'rib hayolingizga nima keladi? Bosh oradori. Keyingi videolarda menimcha bu bolani ko'rmaysizlar.